Assalomu alaykum, qaynonamiz dahshatli omonachilar. Xudo xolasa tavallarimiz kelib bo'shatilib, ko'ryapsizlar. Hamma ko'riklardan bo'shatilib, motorlarimiz bir tekisda teriliq. Xudo xohlasa katyolarimizga o'rnatilyapti. Surxondaryodan akalarimiz kelyapti. Bitta 20, bitta 15, bitta 40 tali olib ketishga. Xo'p, listiga keladigan 4 relaksiya qora listam bo'ladi. Utub litali bo'ladi. Utub listasi xo'p temir bo'ladi. Ichidagi sklovatasi 5 lik bo'ladi akalar. Lakni unutmanglar. 5 lik bo'ladi. Aka bizdan 70 talik so'rayotganlar bor. Qanday bor aka? 70 taligimiz 700 kvadrat istaydigan katyolimiz. Ikkita motor, ikkita shinekli bo'ladi. Bunkeriga 150 kilodan 200 kilogacha ko'mirni hajmiga qarab oladi. Sig'adi. Bizda motor miyalari обязательно sobisini keladi. Pat zakaz Xitoydan o'zimiz uchun oddiy xo'p, shineklarimiz ham akalar 3 lik to'liq listdan bo'ladi. Chiroyli xudo xolasa kileylarda mahkamlab hamma yo'l akalar sifatga ham bir baho beringlar, ko'ryapsizlarmi? Ustalarimiz tan joni sog' bo'lsin. Soatimiz 7:30-8 atrof bo'lyapti, tinishmayapti. Xalqimiz uchun xizmatda. Akalarimiz uchun bitta like unutmanglar, iltimos. Podpiska akalar. Akalarimiz tan joni sog' bo'lsin. Kech kirganda sovuqni sovuq, issiqni issiq demay. Bizda zavod aytib o'tganimdek, akalar zavod. Xo'p, anaqa mayda chuyda yo qo'lda yuklash bo'lmaydi. Kelar kara. Shu karani o'zi eng kamida 12 ming, 15 ming dollar atrofida. Chiroyli qilib sepishyapti. Xudo xolasa ukalarimiz yig'ib aytib o'tganim o'tibsiz temir akalar. 1 lik temirdan bo'ladi. Yana qanday ma'lumot aytasizlar? Bizga restavratsiya uchun hisobda kelingan. Olib olmaymiz endi. Bir nima narsa bo'lsa kerak olib qolishibdi. O'zimiz yo'q edik. Ancha bilan iltimos qilishgan bo'lsa 70 taligimizni shunday pustoy holat. Akalar ichlari bizda ham turba, ham xo'p, kitob sistema bo'ladi. Masalan, garelka aytmoqchi, uzun. Eng katta savol. Garelkasi nimadan bo'ladi? Garelkasi cho'yamni akalar temir. Ko'ringlar, 1 lik temir akalar mana. 1 lik temirdan bo'ladi. Bilmayman, buni ancha narsa erita olmasa kerak. Hop, mashinalarimiz chay. Vizib qilasizlar, sirazi jo'natib yuboriladi. Pastdan omada qoldiraman, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Har doim bu gapirayotgan kim deydiganlar akalarimizga. Men o'sha Asadbek, podpiska bosamiz, sog' bo'lasizlar.